Yettinchisi qiz deysiz aka. 7-chi qiz. Xotinga обещать qildim. 6 ta o'g'ildan keyin qiz tug'ib bersang, men senga mashina sovg'a qilaman. Gap yo'q. Otec молодец kan. Aka tabriklayman yana bir bor. Rahmat. Hammasi 585 aka. Tezroq hisobini hozir tezroq salonga borishim kerak. Tezroq. Уже сразу olyapsiz. Sразу bugun olmasam 3 bet qila olmaymiz. Xo'p, aka 585 aslında hammasi 238.06 aka bugungi kunda 585 Pro bilan 900 ming so'mdan olganimizda, avomizda 214 million 254 ming so'm bor. Dollarda qancha bor? Dollarda berasizlar-ku? Yo'q, aka dollarda bermaymiz, faqat o'zimizning milliy so'mimizda beramiz. Endi dollarda 17.854 bo'lyapti. Xullas, so'mda beradigan bo'lganimiz uchun aka sizga qo'shib beraman. 214 million 500 ming so'm qilib bera olaman aka. Bo'ldi. To'g'ri keladimi sizga? Bo'ldi. Tezroq sanasangiz bo'ldi. Bo'ldi aka, xo'p. Aka, bu yoqda ровно 200 million sanab olsangiz ham bo'ladi. 10 million, 210 million, 4 million 500. Rahmat. Rozi bo'ling, barakasini bersin. Yana bir bor tabriklayman. Rahmat. Endi 8-chiga ham harakat bo'lsa kerak, o'sha tilla yig'ishni boshlasangiz ham bo'ladi. Xudo xolasa bizda to'xtash bo'lmaydi. Keyingisida xudo xolasa 8-chi ham qiz bo'lsa, uyoq beraman xotinga. Gap yo'q aka. Sog' bo'ling. Rahmat.